Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Gollandiya Uyğur Kişilik Hüquq Fondi Ma'arif Təşviqat bölümününki YouTube kanalımıza hoş geldinizler. Biz inşallah bugündən başlap bir yürüş Golland dili grammatiki derslerimizni YouTube kanalımıza yollaymiz. Həmənlərə məlum bolğandək grammatika bir tilning cini. Bir tilni yaxşı ölçəmlik sözləş üçün onun hem grammatika qaydasını bilişimiz intayın sürür. Hem şu grammatiki cəhətdə bizning ana tilimizdə materiallarning kemçil bo'lganligi sababidan mush Golland tili o'rganayotgan qarindoshlar hammadan bek mush Golland tili grammatikasini tushunishda qiynalish ko'proq uchraydi. Biz shu jəhətdagi qiyinchilikni ko'zda tutib oldi bilan mushu bir yurish Golland tili grammatika darslarimizni boshladik. İnşallah bugundan boshlab her haftada bir ders YouTube kanalımıza yollanıldı. Qanamsa dersimizni başlayalım. Golland tili, aldılan Golland tili to'g'risida qisqacha bir tushuncha beramiz. Golland tili shu Gollandiya tilininki davlat tili, Gollandiyaliklarning ana tili. Bütün dünyada taxminan 23 milyon atrofda Golland tilini so'zlaydigan insonlar bor ekan. Golland tili Avrupa İttifaqının içindeki 7. til. Yani bu Golland tili faqat Gollandiyadan boshqa yana Surinamninki hem Antillaninki hem davlat tili hisoblanadigan rasmiy davlat tili. Golland tili German til sistemasiga tabi bo'lgan til. Yani bu German til sistemasida German tili, İngiliz tili, Danish tili, Şvesiya tili degandek mushta tillar bor ekan. Mush Golland tili ham mush German tili sistemasiga tabi bo'lgan bir til. Endi Golland tilining ilifbasi Niderlands alfabet. Yani Golland tili ilifbasida 26 harf bor. Bu Golland tili ilifbasininki bizning Uyg'ur tili ilifbarimizga o'xshamaydigan bir yeri, har bir harfninki çoğun ve kiçik yazılışı var. Harflerinin çoğun yazılışı, mesela bir cümleni baştan başlayan vakitte cümlenin birinci harfi çoğun yazıldı. Bazı adamların ismi, yer, devlet, şehir caylarının ismi çoğun yazıldı. Yani bir qancha qoidalar var. Bunu keyin qıtımlıq derslerimizde yani sözleyimiz. Lekin hazırca bililiş değişik mühim nokta. Golland tili ilifbasi, yani 26 tarafninki çoğun ve kiçik yazılışı deb ikki xil yazılışning bo'lganligi, her ikki yazılışning shaklini o'rganib olishinglar muhim. Ondan xuddi bizning tilimizda so'ziq tovush, uzuk tovush deb bo'lganga o'xshash Golland tilidami ham so'ziq tovush, uzuk tovushlar bor. Yani so'ziq tovush degan talaffuz qilgan vaqtda öpkeden çıkan hava iqimi ig'iz bo'shqi yoki bo'g'izimizda hech qanday to'salg'uga uchirmay erkin holda talaffuz qilingan tovushlar so'ziq tovush deb ataldi. Golland tilida 5 so'ziq tovush bor. Ular a, ey, i, o, ü. Ondan y harfi ham bazı vaqtlarda bazı sözlerde so'ziq tovush holatda keldi. Bazı sözlerde üzük tovush holatda keldi. Anda şu 5 so'ziq tovushdan boshqa qolgan 21 tovushlarning hammasi meda kelinkir, ya'ni üzük tovush deb ataldi. Bu üzük tovushlarni talaffuz qilgan vaqtda o'pkadan chiqqan havo iqimi ig'iz bo'shlig'imizda ma'lum bir to'sqinlikqa uchrab ondan chiqadi. Çünkü bunu özünler telaffuz qilib harflarni sinab baxsanglar bo'ldi. Mesela a deb telaffuz qilgan vaqtimizda, yani ig'iz bo'shlig'imiz, bo'g'izimiz hech qanday bir to'salg'u yo'q, erkin holatda. Lekin b desak, b telaffuz qilgan vaqtda bir to'salg'uni his qila olasizlar. Yani mushunga asosan so'ziq tovush, uzuk tovush deb mushta bo'lingan. Yani Golland tilidagi 5 so'ziq tovush, 5 yoki 6. Yani y harfi ba'zi so'ziq tovush bo'ldi, ba'zi uzuk tovush bo'ldi ahvolga qarab. Buning so'zlar ichidagi kelishi masalan apple, yani a, ey, qiniq bo'yalgan xatlar, ammer, mushuningdagi ey harfi, o'rin,
ikki dana so'zuq tavuş var. O, ey, üren. Bunun ü, ey, ikki so'zuq tavuş var. Baby. Manada a, yey. Yani en ahırdaki harfim manada so'zuq tavuş alatı kelgan. Yani manada yeni bir so'zuq tavuş ve üzük tavuş. Yani şu 6 harf, 5 yoki 6 qolgan 21 harfning hammasi üzük tavuşlarga tabi. Endi buni so'z ichida amaliy misollar bilan olib keldik. Ham so'zuq tavuşlarning turi. Yani so'zuq tavuşlar qisqa so'zuq tavuş, uzun so'zuq tavuş deb ikki turga bo'lindi. Yani qisqa so'zuq tavuş degan vaqtida ma rasmda ko'rgandek sizlar buni man mushtangdagi a qisqa so'zuq tavuş, yani bir qitimla yozildi. Lekin uzun so'zuq tavuşda, yani a harfininki ikki qitim yozib takrorlanishi. Buni talaffuz qilgandimi uzunroq talaffuz qilamiz. Masalan, man, yani man degan kishi man, ay. Bom o harfi qisqa so'zuq tavuş shaklida kelgan, ma'nosi bomba. Bom, yani o so'zibroq talaffuz qilamiz. Bom, daraxt. Fis, baliq. Fis, meynat. Büs, avtobus, ü harfi. Hür, ijara, yani ü so'zib talaffuz qilamiz. Varak, xizmat, yani ey harfi. Varak qisqalam qilsak. Fuel, ko'p, fuel deb ey so'zibroq talaffuz qilamiz. Yani şuna bu tavuşlarınki telaffuzu pek mühim. Men sizlar ko'rgandek telaffuzuga asosan ma'nosi o'zgaraydi. Yani man desek er kishi man bo'lsak ay. Şuna bununla diqqat qilishinglar pek mühim. Yani uzun va qisqa so'zuq tavuşlarning talaffuz qilishining yana har xil so'zlardagi talaffuz qilishni rasmlar bilan keltirib qo'ydim. Buni o'zinglar ko'rib talaffuz qilib baqsanglar bo'ladi. Yani bayağı degandek şu qisqa so'zuq tavuş ve uzun so'zuq tavuşlarga diqqat qilish pek mühim. Şunun asosan ma'nosi o'zgaraydi. Masalan, bom degan bomba. Bom desek daraxt. Zon, quyosh. Zon, o'g'il farzand. Şuna her bir so'zni o'rgangan vaqtida talaffuzi, unga cho'qim diqqat qilishinglar muhim. Andan bu so'zuq tavuşlar, yani qisqa ve uzun so'zuq tavuşlardan başqa yana qo'shma. İkki so'zuq tavuşning bir kishidan tuzilgan qo'shma so'zuq tavuşlarmi bor. Masalan, tuvandagi misollarda au, yani auto, a bilan u'ning bir kishidan tuzilgan. Zalt, tuz. Ey, tuxum. Eis, muz. Fits, velosiped. Ku, kala. Nös, nös, burun. House, ev, house, öy. Yani burada qo'shma so'zuq tavuşlar var. Yana 3 harfning 3 so'zuq tavuşning bir kishidan tuzilgan bunda şekildeki so'zuq tavuşlarmi var. Masalan, ay, draaien, aaien, uy, groeien, roeien, oy, mooi, gooien, eeuw, leeuwen, vernieuwen degandek. Bularni faqat bir qisqacha tushuncha bo'lish sifatidan berib qo'ydik. Endi üzük tavuş keldik. Üzük tavuş başta deganimizdek biz 5 so'zuq tavuşdan başqa 21 harfning hammasi üzük tavuşlarga tabi. Üzük tavuşlardan qo'shma so'zuq tavuşlarga o'xshash bir qancha üzük tavuşning bir kishidan tuzilgan qo'shma üzük tavuşlar bor. Masalan, seyha birlashib kelgan vaqtda xi deb talaffuz qilindi va masalan misollar licht, stichting. SCH birlashib kelgandimi
odatda mesela ma'ni talaffuz qilsak sxib kema waarschijnlijk balkim ehtimol degandek an bilan x birlashib kelganda ng yong'oqdagi ng masalan wang zingen mingen yana mushta qo'shma uzuk tovushlarmi bor. Endi shu talaffuz nuqtasini so'zlagan vaqtida sizlar cho'qim bilish tegishli ikki uqum, bo'g'im va urg'u. Ya'ni bo'g'im lattir xirib gollanchisi, ya'ni uyg'urcha bo'g'im. Ya'ni bir yoki bir qancha foneminiki tabiiy holda bo'linib talaffuz qilinishi bo'g'im deb ataladi. Masalan, bizning uyg'ur tilimizni misol olsam, masalan bir bo'g'imliq so'zlar bor, ot desak, ot deblam, ot deb bunda talaffuz qilmaymiz, ot deblam birlam, bu bir bo'g'imliq so'z. Ikki bo'g'imliq so'zlar masalan ata desek, ata ikki bo'g'imdan tuzilgan, yoki vatan degandekchi. Mushta bir so'zningki mushta bo'linib talaffuz qilinishi bo'g'im deb ataladi. Golland tilidagi masalan bir bo'g'imliq so'zlar verak bir bo'g'imliq, shunga birlam talaffuz qilamiz. Masalan, verak demaymiz, verak. Kok, xrot, stom. Ikki bo'g'imliq so'zlar verken, koken. Masalan, verken deb ham o'qisak bo'lmaydi. Verken, koken, xrote, stomme. Uch bo'g'imliq so'zlar masalan studeren, ontbijten, aankomen, uitstappen. Ya'ni bo'g'imlar bir so'zni qanday talaffuz qilishda pek muhim. Ondan urg'u, klemton deymiz Nederlandcha, urg'u. Ya'ni so'zlardagi ba'zi bo'g'imlarning yoki jumladagi ba'zi so'zlarning boshqa bo'g'im va so'zlarga qaraganda kuchliroq talaffuz qilinishi urg'u deyiladi. Masalan, bu bo'lapmi 3 bo'g'imliq, 4 bo'g'imliq ashta so'zlarda shu urg'u shu bo'g'imlarning birisiga tushadi, shu bo'g'im bekroq kuchliroq talaffuz qilindi. Masalan, 2 bo'g'imliq so'zlarga qarasanglar, men qizil rangda bo'yab qo'yg'ini, shu urg'u tushadigan so'zlar. Masalan, verken deganda verken deb ver degan ma bo'g'imni urg'u tushirib sal kuchliroq talaffuz qilsangiz, yuqori ohangda talaffuz qilamiz. Masalan, buni endi demoqchi o'g'lim verken deb talaffuz qilsak bo'lmaydi. Agar verken deb talaffuz qilsak, urg'u ken deganga tushib qoldi, bu to'g'ri bo'lmay qoldi. Buni talaffuz qilganda shu verken, koken. Ya'ni koken deganda ko deganni birinchi bo'g'imni sal kuchliroq talaffuz qildim. Ya'ni urg'u mushnaga tushadi. Koken, xrote. Buningdan urg'u xro degan bo'g'imga tushadi. Stomme, ya'ni stom deganga. Endi 3 bo'g'imliq ma so'zlarda masalan studeren, ya'ni studeren deb urg'u de degan bo'g'imga tushyotidi. Ontbijten deb bay degan bo'g'imga tushyotidi. Aankomen, an deganga, uitstappen, ya'ni out deganga. Ya'ni bu qisqasi urg'umi bir so'zni to'g'ri talaffuz qilishda pek muhim bir grammatikalik uqum. Shunga sizlar golland tilini o'rgangan vaqtinglarda, işte talaffuzni anglagan vaqtinglarda urg'u qaysi bo'g'imga tushyotidi, shuningga diqqat qilishinglar kerak. Ham keyin grammatikalik qoidalarda so'zlaymiz. Shu golland tilida hatto urg'uning qaysi bo'g'imga tushganligiga qarab bir so'zning ma'nosimi o'xshamaydi-ku. İşte bir grammatik qoida bor. Buni keyin qitimni so'zlaymiz inshaalloh. Endi ochiq bo'g'im va yipiq bo'g'im, ya'ni bo'g'imlar o'zining ichidan ochiq bo'g'im, yipiq bo'g'im deb ikki turga bo'lindi. Ochiq bo'g'im degan so'ziq tovush bilan oyoqlashgan yoki uzuk tovush bilan boshlangan bo'lsa-mu, yana so'ziq tovush bilan oyoqlashgan bo'g'im ochiq bo'g'im bo'ladi. Masalan, koken. Koken degan bu so'z ikki bo'g'imdan tuzilgan. Koken. Endi birinchi bo'g'imi ko'ninki o harfi so'ziq tovush.
Şuna ama birinci boğumi ko oçuq boğum, kin degeni yipiq boğum bol. Yani ko kin degen söz bir oçuq boğum, bir yipiq boğumdan tuzilgan. Tafel. Bu o'xshashlam. Ta a so'ziq tavush harfi. Şuna bu oçuq boğum. And uncommon. Bunu da mı qarsanglar uncommon. Ko'da o oçuq boğum çünkü o so'ziq tavush. Xirota yani o'xshashlam xiro oçuq boğum, t yipiq boğum. Studeren. Stu ü so'ziq tavush oçuq boğum, d ey so'ziq tavush oçuq boğum. Yipiq boğum deganda uzuk tavush bilan oyoqlashgan boğum. Masalan, marasin sizlar ko'rgan so'zlarda kok. K bilan oyoqlashdi. Stom, m uzuk tavush, bom, m uzuk tavush, bom, m uzuk tavush. Verek, less, uncommon, yani muşlar hammasi yipiq boğumga tabi. Endi bu oçuq boğum, yipiq boğumning buni bilishinglarmi intayin muhim bir qoida. Chunki keyingi qitimliq darsimiz so'zlaymiz mush ismlarninki ko'plik shaklini yasagan vaqtimizda, fe'llarni turlagan vaqtimizda mush oçuq boğum, yipiq boğumning qoidasini ishlatamiz. Shunga qanday boğum oçuq boğum, qanday boğum yipiq boğum buni bilib olishinglar intayin muhim. Endi eng oxirgi mushu tavushlar to'g'risida bir ikki qoida. Yani so'ziq tavushsiz bir so'z mavjud emas. Yani masalan bizning Uyg'ur tilimizda shunda har qanday bir so'zni ilib bilsak, ishqilib bir so'ziq tavush harfi bo'lmagan so'z mavjud emas. Mayli golland tilda va yoki Uyg'ur tilda. Ham agar bir so'zda so'ziq tavush bo'lmay qolib qolsa, uni talaffuz qilishmi tez bo'lib qoldi. Masalan, zomer, winter, herbst degan so'zlardan so'ziq tavushni ilayotgan vaqtda, masalan, zomerdan so'ziq tavushni ilatib zmr uchlar bo'lib qolgan vaqtda buni hozir talaffuz qilishmi zimir qanday talaffuz qilish quloqqimi yiqimliq anglanmaydigan bir talaffuz bo'lib qoldi-ku. Shunga har qanday bir so'zda so'ziq tavush bor. Lekin uzuk tavushsiz tuzilgan so'zlar bor, ham ularni uzuk tavushsiz talaffuz qilib bo'ladi. Masalan, ev degan piyoz, yani ü bilan i harfininki ikkili so'ziq tavushdan birikishdan tuzilgan. Ay tuxum, yani ey bilan i'ninki bu ham ikki so'ziq tavushdan birikishdan tuzilgan so'z. Yani uzuk tavushsiz tuzilgan so'zlar bor, ularni ham uzuk tavushsiz talaffuz qilib bo'ladi, lekin so'ziq tavushsiz tuzilgan bir so'z mavjud emas, hamda bir so'z so'ziq tavush bo'lmasa, uni talaffuz qilishmi quloqqa yiqimliq anglanmaydigan bir talaffuz bo'lib qoldi. Yani bugun birinchi qitimliq mushu golland tili grammatikasi to'g'ri so'zlaydigan darsimiz mushunchalik. Darsimizni anglag'aninglarga rahmat. İnşallah keyingi qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.